Agar oshxonangizga 20 yildan 35 yilgacha xizmat qiladigan mexanizm qidirayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Aventus HS modeli. Ochilishini bo'ylang, вообще необычный ochiladi. Yopilishi ham xuddi shunaqa. Mягкий. Bu mexanizm H-ga top. Bu eng ko'proq tepa qismlarga qo'yiladi, ya'ni ochilganda, mana tipon bilan ochiladi. Ya'ni qo'lingiz ruchkaga yetmasa, uni просто bosib qo'yasiz ana. Eng zo'r tomoni buni umuman petli ishlamaydi bunga. Ikkita qo'li bo'ladi, bo'ldi. O'rnatish ham juda oson. Ikkita o'sha samarasiz qotirib, krishkasini chiqarib qo'yasiz, bo'ldi. Juda ko'p joylarda mashhur bo'lgan HF mexanizm. Sushulkalar bor joyga ko'proq qo'yiladi bu. Sababi sushulka tushganda xalaqit qilmaydi eshik. Buni ham yopilishlari juda mягкий bo'ladi. Agar kattaroq kuch bilan yopsangiz ham mягкий yopiladi. XS mexanizmi Aventus. Buni eng zo'r fichkasi любой положениеda mana to'xtaydi. Buni ham baland joylarga qo'yilsa juda yaxshi bo'ladi. Produktingizni olasiz va qo'lingizga yetadi bunday yopgani. Bu HK'ni ruchkali varianti, ya'ni vakuumli variant. Agar sizga shu Aventus mexanizmlari kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga qo'ng'iroq qilib, zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu mexanizmlar Yevropaning Bloom brendiniki 20 yildan 50 yilgacha garantiyasi bor bo'ladi. Videoga like bosib, podpisatsiya bosib qo'yinglar, sababi bunaqa kerakli ma'lumotlar har doim ham profilingizda chiqavermaydi. Bu videoda mebel qidirayotgan tanishlarga jon qo'shib esingizdan chiqmasin. Ular ham qiynalib yurmasin. Shunaqa mexanizm olsam, menga qancha xizmat qilar ekan deb o'ylab yurishmasin.